Assalomu alaykum. Buyurtma asosida tayyorlagan maxsus proyektimizni o'z egalariga topshirdik. Katta hajmdagi kravat va devorga yumshoq panel o'rnatib berildi. Bu loyihada tabiiy eman teksturasi va matoviy oq ranglar kombinatsiyasidan foydalandik. Katta va sig'imli shkaf tepa qismi antresol bilan jihozlandi. Har bir eshik va tortmalar uchun yumshoq yopiladigan mexanizmlardan foydalanganmiz. Fasad va korpuslar uchun yuqori sifatli LMDF ishlatilgan bo'lib, u uzoq yillar davomida o'z ko'rinishini yo'qotmaydi. Keyingi ishimiz TV zona uchun maxsus yasalgan osma tortmalar. Bu yerda ham matoviy oq fasadlar va tabiiy eman teksturasining iliq kombinatsiyasidan foydalandik. Asosiy aksent esa oynali vitrina bo'lib, chetlariga oltin rangli alyumin romka ishlatib o'tganmiz. Va nihoyat loyihamizning eng mazali qismi bu oshxona. Oshxona uchun ikki xil rang, ya'ni kofe braun va toza oq ranglardan foydalandik. Sifatli furnitura, chidamli stoleshniца va o'zgacha dizayn. Yuqori qismdagi antresol shkaflar esa kam ishlatiladigan buyumlar uchun qo'shimcha katta sig'im yaratadi. Prixoshka uchun shkaf tanlashda biz ikkita asosiy qoidaga amal qildik. Birinchisi maksimal sig'im va zamonaviy estetika. Kundalik kiyimlar va poyabzallar uchun maxsus ochiq joy. Undan tashqari oyna bilan jihozladik. Sizga ham maxsus buyurtma asosida mebel kerakmi? U holda Tash Mebel jamoasi xizmatingizda.